Onamiz yo'q, ko'rinmaysiz. Qochdilar onamiz. Ertaga Namanganda bo'ladigan konsultatsiyamizga onalardan jonli aktiv olamiz, ya'ni bizga qay darajada bular ishonishadi, qay darajada taklif berishadi. Kimdan olamiz? O'zingizni ko'rsatmayman, yuzingizni. Hammasiga maslahat berardim. Kelishib, litseyniyalar olishligini, chunki rezultatlar yaxshi, hammasi ikkinchi marta kelishimiz. Hammasi zo'r. Rahmat sizga ishonch uchun. Litseylar olib ketsin farzandlariga. Ertaga biz borganimizga bemalol qo'rqmasdan bizni konsultatsiya kelishligini, davolanishligini, litseyga olishligini maslahat beramiz hammaligiga. Rahmat. Bemalol ishonib kelaverishdim, hammasi yaxshi. Litseyniyalar ham zo'r. Ikkinchi marta Ikkinchi kelma Alloh bundan-da shifo bersin. Albatta, taklif qilaman. Shu bo'ladi, yaxshi ekan. Kelishsin, bizdan foydalansin, Qaysi? Nechinchi? Ikkinchi kelish ekan. Qanaqa nima rezultatlar ko'rdingiz? harakatlar yaxshi oldingidan. Aha. Ko'zlar joyiga tushyapti. Sizda nevrologik muammo bor edi va ko'zida qorachilik tortilishi bor edi. Albatta konsultatsiyaga kelsin, ko'rsatsin doktorga, vrachga. Vrachlari yaxshi. Albatta foyda ko'rdim. O'sha uchun keldik. Foyda ko'rdim va o'sha uchun keldim deylar. Albatta kelsinlar, ko'rsatsin, bu yoqqa kelsinlar. Natijalari yaxshi bo'ladi, Xudo xohlasa. Xudo xohlasa. Ha, bo'lardi. natija yaxshimi? Yaxshi, men o'g'lim ham yaxshi. Ishonching. Bir nechadan o'zgarish bo'ldi, sezdik. Aha. Xudoga shukr, yaxshi. Sen kechagidek saning. 2, 3, 4, 5. Aql o'zini tovushi bilan sana oladi va uni atrofdagilar tushunadi-da. Bizga tilaklaringiz. Rahmat, yuzlarga kiringizlar. Ilohim, sizning ham farzandingizda shu kabi orqada qolishlik bo'lsa, albatta biz boradigan viloyatlardan kuzatib kelayotgan bo'lsanglar, bizni konsultatsiyamizga boring va bizdan, jamoamizdan foydalaning va farzandingizni sog'lom bolalar qatori biz bilan kirgizing.